Sartaroshlikka oid top 5 ta savol beraman. O'shalarga javob berishingiz keraksiz. Bo'ldi. Birinchi savol. Masalan, bitta odam keldi. U sizga yana qaytib kelish uchun nima qila olasiz? Misol klient kelsa, unga soatlab paxta qo'yib, keyingi safar yana qaytib kelayotgan deb soatlab olish shart emas. Ikkinchi savol. Siz klientni cho'ntagiga qarab baho berasizmi yo o'ziga qarab? Обязательно klientni cho'ntagiga qarab prichosga tanlab, o'shanga qarab socha olamiz. Hamma sartaroshlar ham shunaqa, lekin bu aytilmaydi sir. Ko'plar qiziqadi, sartaroshlar qancha topishini. Masalan, siz ayta olasizmi qancha topishingizni? Endi bu narsani aytish qiyin masala. Sartaroshlikka bir kun bor, bir kun yo'q shunaqa, lekin bor kunlari normalniy bo'ladi. Yoningizga masalan yozib qo'yibsiz mana narxlarni. Cho'ntagiga 5000 ko'tarib kelgan klient kelsa nima deysiz? 5000 so'mlik klientlar kelsa, 5000 so'mga olib qo'yamiz. Alamdan chiqib o'sha paytda yaxshilab olib, muomalalarni ham neto'g'ri qilib, shu puliga yarashadi. Yo, bu balki boy bo'lib ketar. Siz qayerdan bilasiz? Mana kelishi mumkin. Erkak kishini omadini o'ynash Yo'q, bilan. klient boy, hamma bu yoqqa kelayotgan sartaroshga, lekin klientlar puli bo'ladi cho'ntagida, lekin sartaroshga kelganda bir xil odamlar pastlik qiladi. Istasida puli bo'lsa ham pul bergisi kelmaydi, yo bo'lmasa 5000, 10 mingga talashadi. Lekin bu juda pastkashlikda. Sartaroshga talashadigan joyi emas. O'zi hech qancha pulga ishlamaydi sartarosh. O'zi oyiga bir marta keladi, odam zoti bir marta soch oldirar, lekin shu masalan sigaret chekishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Shu pulni ishlatadi. Masalan 30 ming, 40 ming olib kelolmaydi. Shunaqami? Shunday, xuddi shunday. Ha. Bu yoqqa klient ustiga purami yo siz purami? Albatta klient fisikda pirab, har qanaqasida klient pirab, lekin ichimizdan har doim o'zimiz pirab bo'lamiz baribir. Tashqi tarafdan klient pirab. Yaxshi.